Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Biz bugun yoshlikdaysizlar. Mana bu yerda cho'milamiz, nima dedinglar? Bitta reaksiya qoldirib like bosib qo'ysanglar bo'ldi, bolalikni eslatamiz. Bolalikda bir eslaylik ha, ariqda muzdekdan so'ng suvni qaranglar. Oh. Bolachalar nima qilinglar? Hoppa. Qalay? Zo'r. Suvimizda ekan lekin hozir bitta maza qilamiz. Qani, bismillah. Maza o'rtoqlar. Bolalikda esladim. Mana bolalar topib oldik sheriklar. Bunday qilinglar kameraga. Tanishib olamiz. Ismingiz nima? Sizniki? Birdaniga tashlaymiz, hop. 1 2 3 hop. 8 Allah. Jasur do'stlar olib ko'ramiz endi. Bu kishim ozgina uyatchanroq, futbolkasini yetishga uyalyapti mana. Alo. Jo'ningda. Boshimizdagi. Zato maza qildi. Har kun cho'mlasizlarmi bitta? Mazza ekan-a? Basseynlardan mazza ekan lekin. Ana, sekin. Ana, yaxshi. Morj bo'lib ketdimi? Morj. Zo'r, bolalikda eslab o'rtoqlar, juda ham zo'r. Tavsiya qilaman. Qalay bo'lyapti? Suv mazami? O qanday chidayapsizlar? Suv vashi sovuqga. Sinib. Voh. Mana mana. Manzarani bitta ko'ringlar. Xo'p, lokatsiyani tekrar qaramiz tacha. Shtabishadi. Biz lokatsiyani qilmaymiz, lokatsiya mana. Mashina bozor mana. China House, bu yoqda Star House'lar uylarning orqasida. Bolachalar mazza qilyapti, to'g'rimi? Eslataman o'rtoqlar. Esinglarda bo'lsa bolaligimizda, mana boladan so'rasam, onam urushadilar deyapti-da, bu yoqda yigitcha. Nimaga desam, ruxsat bermaganlar cho'milishga deydi. Esinglarda bormi shunaqa? Ruxsat so'rashlar. Mana. Keyin onamiz topib olsa, qipchim bilan kelib qulab qolardi-yu. Uzoqdan ko'rsak, qo'limizga tapishgan olib qochardik. Do'stimiz kiyimimizni olib orqasidan borardi. Ismingiz nima? Ha? Hasan. Malades. Hasanning onasi agar ko'rib qolsangiz, bolajoningiz urushmang. Mana, Husan. Ishonchli qo'llarda xavotir qilmang. Lekin doim ruxsat so'rab tushinglar, xo'pmi? Ruxsat so'raysizlarmi, aytinglar. Ya 1-2 marta emasda, har doim. Ruxsat so'rash kerak. Farqli triklar qilmaslik kerak. Chunki men ham bir marta ruxsat so'ramay cho'milganman, oyog'im mana bu kesilgan mana. Sizlar ko'rsizlar? Mana. Mana bu shiramni ko'ryapsizlarmi? Shu ruxsat so'ramaganimdan bo'lgan. Ruxsat so'raylar doim, xo'p? Qaranglar. 3 xil suzish ko'rsatmayman. Navbatlashib olasan, xo'p? Hozir birinchisini ko'rsataman. Birinchisini ko'rsataman o'rtoqlar. Yo'qda yo'q qarab suzib beraman hozir. Qaranglar. Birinchi suzish. Oqimga qarshi. Ikkinchi suzish. Nomini aytasizlar, sizlar qanaqa suzishni ilk oxirida men aytaman, qaranglar. İçe suzish. Vallahi bularga. Men endi delfincha suzish. O'rtoqlar bu jinni nima qilyapti? Aytinglar. Hozir. Bolalikdagi suzishlar o'rtoqlar. Bolalikdagi suzishlar o'rtoqlar. Mazza. Suvda muzdaylarga qanaqa? Super muzda tasavvur qilishinglar uchun Xalideniydagi anavi pastdagi bor-ku, mardelkami nima? Sovutadigan joydan muzda suv olib ichasizlar, yarmi muzlagan suv. Xuddi shunaqa suv ekan. Короче, o'rtoqlar, bu muzda shunaqangi tarvuzni qo'ysanglar muzlab qoladi, realni. Vashshi suv zo'r. Uni qaranglar. Ma, tapishkam ko'rinyapti, ko'rasizlarmi? Tozaligini qaranglar. Vashshi zo'r. To'g'rimi? Молодцы. Buni qaranglar, Majnun tog'i tagida. Hozir sizlarga chiroyli kadrlar olaman.
bitta mana shu kadr uchun like bosib qo'yasizlar. Ara, ehtiyot bo'linglar. Taqo'ymasin. Maza! Ehtiyot bo'linglar. Nima deysan? Nima tavsiya berasan? Shunaqa muzdek bo'lib qoldim bor-ku. Odam issig'ini ham sezmayapti. Maza, cho'milish kerak.